O'zimiz ovqat yeganimiz ham tuzsiz ovqat yesa qanaqa bo'ladi? Qo'ylarda ham xuddi shunday. Ishtahasini ochadi. Ishtahasini ochadi. Ko'pchilik silios bosadi. Shag'aladi. Silioslarda ham masalan zamburug'lar ko'p. Mana qo'yxonani ko'rsangiz, mana pashsha ham, chivin ham yo'q hech qanday. Mana kunlar isishiga qaramasdan. Shogird zo'ri shogird. Ha, shogird ishga qilgan ekan. Bu bo'lmagan gap akalar. Hech qanday mana reklamasiga pul ham olganimiz yo'q, boshqasini ham olganimiz yo'q. Kunlik 400 gram atrofida bes oladi qo'ylarim. Aka sizga yana bitta sir aytaymi? Mana hech kim aytmagan sir. Machavina? Ha. Machavina beramiz qo'yga. Albatta. Havo kirganini hisobiga aylanib chiqib turadi. Bu aziz yurtdoshlar, mana tushungan bo'lsalaring, ertalabga bir mahallik beriladigan retseptlar. O'sishini 50% ga pasaytiradi bu narsa. Dodlavoryapti-ya, yeb kelguncha. 500 gram 5000 so'mdan arzimagan pul turadi. Ha, vitamin, non suvda tuz aralashtirilgan. Qo'ylaringiz 12 kg semirishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Albatta Nurmatov TV kanaliga obuna bo'ling. Like bosing. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. YouTube Nurmatov kanalini hozirda ko'rib turgan do'stlarimiz, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bugungi videomiz qo'y sohasiga, ya'ni qo'y boqish yangi usullarini bir yoritib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'tgan videomizda ko'rgandek, Muhammadjon va'da berganimizdek, bu safar endi qo'y boqish usullarini, yangicha usullarni o'rgatasiz, Muhammadjon. Xudo xolasa. Charchamayapsizmi? Hurmatli muxlislar, ana Xudo xolasa. Sizlarga o'tgan safar va'da berganimizdek, o'tgan videoda qo'y boqishda usullarini o'rgatamiz. Muhammadjon, bugun gidroponikani berishda usullarini bir ko'rsatib berasiz. Albatta aka, mana Xudo xolasa. Maydalashni boshlaymiz. O'tgan safar va'da berganimizdek, endi qanday berish usullarini bir ko'rib qo'yinglar. Qo'yga mana shunaqa kesiladi-ning. Ha, albatta maydaroq beramiz qo'yga. Molga unaqa o'sha maydalash shart emas, qo'ylarga. Taliylar chalinishi kamayadi qo'ylarda. Masalan, chorva mollari tabiiy narsa yegan hisobiga, keyin bu quruq yemlarga qaraganda buni yegan qo'ylar ancha kasallikka ham kamroq chalinadi. Hozirda ko'pchilik silios bosadi. Shag'aladi. Silioslarda ham masalan zamburug'lar ko'p, masalan, aynib qolishi ko'p silioslarda. Ko'pchilik adashib berib qo'yadi aynib qolgan silioslarga. Toza, mana hech qanday mog'orsiz. Bu toza mahsulot-deng. Ha, albatta, pokiza, hech qanday masalan qo'shimchalar bo'lmaydi. Suvda o'zida o'stirilgan hisobiga hech qanday masalan ximikat yoki boshqa narsa qo'shilmagan bularga. Muhammadjon, hozir ertalabga beriladigan yemlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz, a? Bo'ldi aka, mana Xudo xolasa gidroponikaning kechki ovqatiga mana bu yemlarni ertalabga yem qilib beramiz. Shuncha narsa beriladi. Hammasini aralashtirib, hozir bu tayyorlanishi bu 20 ta donshiroq qo'yga bu tayyorlanadi bu yemlar. Bo'lmasa bitta-bitta tushuntiringchi, nimalar qo'shilyapmiz? Mana aka qaynatilgan bug'doy, makka, chigit bor. Masalan, bunga 10 kilo atrofida bug'doy tushadi. 2 kilo makka, 2 kilo chigit solamiz. Shunda masalan 14 kilo narsa tashlayapmiz, 28 kilo bo'lib yem tayyor bo'ladi pishganida. 28 kilo. 28, 14 kilo, shu 2 barobar oshadi. Даже 29-30 ga ham boradi. Suvini ko'proq quyilganda. Bu yoqda albatta mana tekstildan chiqadigan sho'rxa deymiz, mohorkali. Bu bozorlarda ham sotadi o'zimizda. Bu 4 kilo, 5 kilo atrofida undan qo'shamiz. Bu yoqda paxtaliroq chigitda o'sha mag'zi bo'ladi. Bu sho'rxadan ham qo'shamiz 4 kilo, 5 kilo. Arzonroq bozorda masalan sho'rxadan arzon bo'lgani uchun bular ikkovini olib beramiz. Bu yoqda qo'ylar uchun maydalangan somon. Drapilkadan chiqarilgan somon. Chiqarilgan eng mayda somon. Ushlar. Bu yoqda o'zimizda o'sha turon kepek. Unliroq bo'ladi, bu nisbatan tozagina. Tuz qo'shamiz, обязательно. Tuzsiz bo'lmaydi. O'zimiz ovqat yeganimiz ham tuzsiz ovqat yesa qanaqa bo'ladi? Qo'ylarda ham xuddi shunday. Ishtahasini ochadi. Ishtahasini ochadi, chanqatadi. Non suvdani qo'shishimiz sababi qo'ylarni bo'kib qolishini oldini oladi birinchisi, keyin hazm qilish jarayonini
oshqozonchilik faoliyatini to'g'rilaydi bu. Bo'kib qolmaydi. Bo'kib qolmaydi asosiysi. Masalan, bir xilgilar 2 martalab yem berib qo'yadi yoki ko'paytirib yuboradi endi. O'shanda bo'kib qolish ehtimoli ko'p qo'y. Non suvda qo'shganimizda har bitta qo'yga yarim qoshiqdan oshiqroq qo'shsa bo'laveradi har bitta qo'yga. Endi bu yoqda trikalsiyimiz bor, vitaminlar. Suv buzishga yordam beradi. Qo'ylarga, mollarga bo'laveradi, hammasiga bersa. Juda foydali. Buni ham bir qoshiqdan kuniga beriladi. Bu yoqda Novomiximiz vitamin. Bu ishtahalarni ochadi, asosiysi. Suv buzishga bu ham yordam beradi. Qayerda topiladi bular? Bular vet aptekalarda kirib so'rasa, biz hech qanday mana reklamasiga pul ham olganimiz yo'q, boshqasini ham olganimiz yo'q. Bu o'zimizni masalan ichki sirimiz, mana beramiz. Mana shundan bir qoshiqdan kuniga beriladi. Suv buzishlari ham oson bo'ladi. Foydasi bor. Qo'ylarga, mollarga bersa bo'laveradi. Aka, sizga yana bitta sir aytaymi? Mana hech kim aytmagan sir. Olib keling. Mana. Bu nima? O'zimiz oddiy mana yerga solinadigan machavina aka. Machavina? Ha. Machavina beramiz qo'yga. Albatta. Chorvamollariga bir qoshiqdan boshlanishiga kunda 2 mahal machavina berib boqsa bo'ladi. Bu nimaga? Bu aka ishtahasini ochadi, birinchi masala. Keyin chanqatadi. Qo'ylarni, mollarni juda ham chanqatadi. Chanqagandan keyin bir paqir emas, mana mollar 3 paqir suv ichadi. Semirishiga ham olib keladi. Insonlar masalan somsiyda ertalabda ko'pchilik suv ichib yuradi kechgacha. Machavinani qo'ylarga, mollarga berilganda chanqaydi, suvni ichadi, et olishi yaxshilashadi. 50% ga xudo xolasa. 50% ta'sir ko'rsatadi. Yemlar ishtahalarni ochadi bu narsa. Tushunarli. Bu aziz yurtdoshlar, mana tushungan bo'lsalaring, ertalabga bir mahallik beriladigan retseptlar. Kechga qo'ylarimiz ishtaha bilan yeyishga tayyor, tillab boryapti. Ishtaha bilan ishlarini ko'ramiz. Bular hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Bular yangida moslashgan. Shogird zo'r shogird. Ha, shogird ishga olgan. Dotlab boryapti-ya, yeb kelguncha. Endi mana Muhammad Musa qizg'azam qo'ylarga. Ha? Boqish. Muhammad Musa biz yangi shogird, ham o'g'lim. Xudo xolasa bu yigitni ham videolarimizda ko'rib turasizlar. Bu yigitga ham kanal ochamiz, xudo xolasa. Muhammad Musa? İştaha bilan yeyishini qarang bularni. Albatta Nurmatov TV kanaliga obuna bo'ling. Like bosing. Bu kepek vitamin aralashtirilganmi? ha, vitamin non suvda tuz aralashtirilgan. Ustidan tashab berilaveradi. Ha, yemlar uchun tashlab. Yem ustiga tashab qo'yilaveradi, aralashtirib shamshartmas. O'zlari titib-titib-dinga. Ha, oxirigacha tozalab qo'yadi. Maza qilib yeyishyapti bular, ha? Ishtaha bilan. Qalaysan, yaxshi maza qilib yeydi. İştaha bilan yeyishlarini ko'rib, o'zim ham yegilanib ketdim, Muhammadjon. Albatta. Qancha beriladi deysiz har bitta qo'yga? 1,5 kilo atrofida. 1,5 kilo. Kunlik 1,5 kilo.
Bir xilga insonlar, masalan, qo'y boqayotib turgan yangi qo'y boquvchi akalarimiz o'ylashadi. Ko'p yem bersam, qo'yim semiradi o'ylashadi. Bu bo'lmagan gap akalar. Rejimda bir xilda me'yorda berilsa, qo'y yaxshi olaveradi dedi. Agar masalan ko'p yem berib qo'yadigan bo'lsangiz, axlatiga qo'shilib, go'ngga qo'shilib baribir chiqib ketadi u. Adxod bo'lib chiqib ketadi. Adxod bo'lib chiqib ketadi. O'sha rejimda masalan bir kunda o'sha qo'ylarni kilosidan kelib chiqib turib, kilogrammidan, trivesidan chiqib turib yem berilsa yaxshi bo'ladi masalan. 60 kilodan oshiq qo'ylarga o'sha 1,5 kilo atrofida beramiz. O'sha 80 kilodan o'tgan qo'ylarga 2 kilogram atrofida kunlik beramiz bu narsani. 60 kilogacha bo'lganmi qo'ylargacha? 1 kilogram atrofida beramiz. 60 kilogacha bo'lgan qo'ylarga 1 kilogram atrofida yetadi. Yetadi. Undan oshig'i baribir chiqib ketadi tashqariga. U o'ylashmasin, masalan ko'p yem berib qo'ysam, tashab qo'ysam, qo'y tez semirib qoladi degan narsa yo'q. Bu faqat rejimda, masalan ertalab 6 dan 7 gacha yem beriladigan bo'lsa, o'sha vaqtda. Kech payt ham shu 6 dan 7 gacha berilsa, masalan 12 soat davomida berib bir vaqtni belgilab olib, vaqtni belgilab olsa yaxshi bo'ladi. Bir xilga odamlar 1 soat oldin o'tib turib qarab qo'yadi yoki 2 soat keyin kelib qaraydi, rejimi buziladi. Qo'yni o'sishini 50% ga pasaytiradi bu narsa. Ha, shu rosa nimasi bording, ta'siri bording. Albatta, rejimda berish muhim qo'ylarga ayniqsa. Ayniqsa o'sha vaqt. O'sha 5 daqiqa, 10 daqiqa surilsa ijtimoiy qilmaydi-yu, lekin o'sha 1 soat, 2 soat oldin yoki keyin berish bu rejim nimasiga semirishga ta'sir ko'rsatadi qo'ylarga. Muhammadjon, bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu atay qo'yganmiz mana bu narsani? Bu narsani aka dezinfeksiya uchun qo'yilgan. Qo'yxonani ko'rsangiz, mana pashsha ham, chivin ham yo'q hech qanday, mana kunlar isishiga qaramasdan. Bu kanatsid dori vositasi, vet aptekalarda ham sotadi. 500 gram 5000 so'mdan arzimagan pul turadi. 4 dona 5 dona shuna baklashgani qilib ilib qo'yilsa. Ha, hozir ko'rdim. O, mana ko'rinib turibdi. Mana necha metrlik qo'yxonamiz? 30 metrmi? 30 metrga nechta qo'ygansiz? Hozir 4 dona qo'yilgan. 4 dona yetadi o'sha. Albatta. Pashsha, chivinlar kamayadi. Kelmaydi, pashsha, chivin kelmaydi. Asosiysi. Kelyapti masalan yaxshi ur bor, boshqa bor masalan bozordan qo'y olib kelamiz yoki boshqa qo'ralardan qo'y olib kelinsa, shu narsani bar ta'siri bo'ladi. Kelib turgan virus boshqani oldini oladi. Bu qanday qo'yilgan bu? 2-3 ta joylaridan teshilgan, pastki qismlari baklashgani, tepasi ochiq bo'ladi. Havo kirganini hisobiga aylanib chiqib turadi. Masalan, bitta tepadagi havoni mana shu nima qilib turadi-da. Tepada turadi bu havo. Dezinfeksiyalab turadi. Ha. Bu ham juda foydali bo'ldi rosa. Kichkintoy. Muhammadjon, ana siz olib, boqib sotasiz-da anchadan beri. Necha kilolik misol qo'ylarni olasiz-ku? Misol qancha vaqtda boqasiz va necha kilogacha boradi qo'ylar effekti? Trivazni aka 50 kilogram, 55 kilogramlik qo'ylarni olamiz. 100 kun, 120 kun davomida uzoq boqilinadi bu gidroponika pishirilgan yemlarda. Kunlik 400 gram atrofida bes oladi qo'ylarimiz. 400 gram. 400 gram. Shunda misol uchun rasxodlaringiz, misol bitta qo'ydan sir bo'lmasa qancha qoladi? Bitta qo'ydan 100 kun boqilinadigan bo'lsa 1 million atrofida qoladi. Ha, yaxshi. Aka bizda faqat qo'y boqish nimasi emas, bizda qassob servizimiz ham bor. Qo'ylarni olib borib, so'yib, maydalab, chiroyli qilib kelamiz. Sal nima stretchlab. Agar klientlarimizning joylari yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning qushxonamizda so'yib, maydalab, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Har qanday marosimlarga, to'yga, aqiqaga marosimlar bo'ladi. Buni ichida qo'y olgan odam qassob oqtarib, boshqa qilib yurmaydi. O'zlarida xizmatlari ham bor. Asosiysi, masalan, bir xilga odamlar qo'y so'ydirgandan keyin terisini, kalla po'chasini qog'izdirib keladi, qayerga tashlashni bilmaydi, masalan, chiqadigan unsurlarni. Bizda shunaqaki, qassoblarimiz pokiza borgan joyini, masalan, qo'ylarni so'ygandan keyin chiroyli qilib tozalab, qo'y so'yilmagandek qilib, chinnidek qilib kelishadi. Shular. Shu xizmat ichida bo'ladi bizdan qo'y xarid qilgan insonlar uchun. Juda yaxshi. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz Muhammadjonda. Bemalol kerakli maslahatlarni erinmaydi bu yigit. Beradi, kecha kunduz telefonimiz yonib turadi Muhammadjon. Charchamang, xalqimizga xizmat qilishda, qo'ylarni yetishtirib,